1,5 yil saqlangan quvvatiga holatini ko'ringlar, asalini, quruq mevalarini. Bu juda bir boshqacha maza bo'pti. Yillar o'tgan sari foydalilik jihati ortdi desam yolg'on bo'lmaydi. Asalga quruq mevalarning mazasi kirgan. Quruq mevalarga asali mazasi kirib, juda bir boshqacha hid, juda bir boshqacha maza uyg'unlashibdi. Kameradan yetkazib bera olmayman, kechirasizlar. Bu videoyimiz bilan uzoq safarlarga, uzoq joylarga bemalol quvvatigenni olib ketsanglar bo'ladi. 1,5 yil menimchalik sizlarning ishonchinglarni oqlashimizga yetdi deb o'ylayman. Holatlarini ko'ringlar. Salqin joyda, quyosh tushmaydigan holatda saqlasanglar, xolodilnik shart emas, muzlatgich bemalol yillar davomida turadi. O'zi asalda, toza asalda eskirish xususiyati bo'lmaydi. Mana ko'ringlar holatlarini, lekin mazasi juda bundan kelayotgan aromatli hid. Mashalloh, bemalol murojaat qilasizlar, sizlar uchun shunaqa eng yaxshilaridan tayyorlaymiz, yillar davomida aynimaydigan bo'lib turadi.